ko'tarilmaslar, strategik mashqlar. Vodorodga nisbatan ishligi 9 bo'lgan geliy va kisloroddan iborat aralashmadan elektr uchun o'tkazilganda, bunda vodorodga nisbatan ishligi 10 bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Aralashmaning miqdoriy tarkibini aniqlang. Demak, mana bu ikkala ishlikdan biz birinchi molyar massalarni topib olamiz, dastlabki va keyingi molyar massalar. Demak, dastlabki o'rtacha molyar massamiz 9 2 ko'paytirsak 18 gram taqsim mol bo'ladi. Bu keyingi molyar massamiz ishligi 10 ga teng bo'lib qolibdi. Vodorodga nisbatan 20 gram taqsim mol. Endi biz bu yerda dastlabki massani 18 gram yoki 20 gram deb ishlasak bo'ladi. Dastlabki massani 18 gram deb ishlaydigan bo'lsak, oxirgi massa ham 18 gram bo'ladi. Massa saqlanish qonuni. Endi dastlabki massani 18 gram deydigan bo'lsak, molyar massasi 18 ligidan kelib chiqadi. Miqdori ham ma'lum bo'lib qoladi. Dastlabki aralashmamizning miqdori 1 mol bo'lib qoladi. Undan keyingi aralashmaning miqdorini topish mumkin. Biz dastlab 1 mol dedik. Ana shu 1 molning ichida qancha geliy va kislorod borligini aniqlab olsak bo'ladi diagram orqali. Geliy massasi 4, kislorodniki 32, o'rtachasi 18 bo'lsa, 18 dan 4 ayirsan 14, 32 dan 18 ayirsan 14. Yig'indisi 28. 1 mol ichida qancha bor desak, yarim mol kislorod va yarim mol geliy bor ekan. Endi keyingi aralashmamizning miqdorini aniqlaydigan bo'lsak, miqdor keyingi aralashmaniki massa hali ham 18, o'rtacha massasi 20 bo'lsa, 0.9 mol bo'ladi. Endi bundan biz miqdorni farqini topib olsak bo'ladi. Dastlab 1 mol, keyin 0.9 bo'lib qoldi. Farqimiz 0.1 molga teng. Bu farq orqali qancha kislorod reaksiyaga kirishib ketgan va qancha azon hosil bo'lganligini topsak bo'ladi. Misol uchun kislorodimiz 3 mol 2 mol azonni hosil qiladi va bu yerda miqdor kamayyapti. 3 mol 2 molga aylanyapti. 3 molimiz 2 molga aylansa, farqimiz 1 ga teng. Endi bizdagi farq 0.1 ga teng bo'lsa, qancha kislorod reaksiyaga kirishib ketgan desak 0.3 bo'ladi. Qancha azon hosil bo'lgan desak 0.2 bo'ladi. Va oxirgi aralashmani tarkibini yozib olsak bo'ladi, demak. Oxirgi aralashmada geliy o'zgarmagan, dastlab qancha bo'lsa xuddi shuncha turibdi. Miqdor kislorodimiz yarim mol edi. 0.3 mol reaksiyaga kirishib ketdi, 0.2 qoldi. Miqdor azonimiz 0.2 mol hosil bo'ldi. Hammasi molda. Yig'indi mana bu yerdan bilib olsak ham bo'ladi, qo'shib chiqsak ham bo'ladi. 0.9 mol. Oxirgi aralashma. Shuni tarkibini aniqlash kerak. 100% desak, 0.2 miz qancha deymiz? 0.2 100 ga ko'paytirib 0.9 ga bo'lsangiz 22.2 dalda chiqadi. Ya'ni 22%. Bu ham 0.2 ekan, bu ham bir xilda 22.22%. Bu 0.5 100 ga ko'paytirib 0.9 ga bo'ladigan bo'lsak, 55.55%. To'g'ri javobimiz B varianti bo'ladi. Keyingi savol. 2/1. Alyuminiy bromiddan 53.4 gram berilgan. Ishlatali sharoitda bromgacha oksidlash uchun kaliy permanganatni yarim molyarli eritmasidan necha millilitr kerak debdi. Alyuminiy bromid. Kaliy permanganatni ishlatali eritmasi deganlik uchun sulfat kislota qo'shib olamiz. Bu yerda alyuminiy sulfat, kaliy sulfat, manganiz X
oksidlanish darajasi o'zgarayotgan elementlar biron -1 dan 0 ga o'tyapti. Marganis +7 dan +2 ga o'tyapti. Oksidlanish qaytarish orqali aniqlaymiz. Endi mana bironimiz mana bunday holatga o'tyapti. Tenglashtirish uchun buni oldiga 2, bu yerga 3 qo'yib olamizda. -1imizdan 0 ga o'tyapti deyapmiz. -1 dan 0 ga o'tish uchun bitta elektron berish kerak. 6 ta biron atomi 6 ta elektronni beradi. Marganes +7 dan +2 ga o'tyapti. 5 ta elektron oladi. Bunda 6 elektron, bunda 5 elektron qatnashyapti. Ikkalasi uchun umumiy ko'paytma 30, buni 5 ga, buni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, bironni oldiga 5 koeffitsient qo'yishimiz kerak. Mana bu tenglash uchun qo'yib olgan koeffitsiyentimizni ko'paytirib yozamiz. 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10. 10 koeffitsient tushar ekan. Bu 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15. Mana bu joyga 15 tushadi. Endi marganes oldiga 6 koeffitsient qo'yish kerak. Mana bu yerga 6, mana bu yerga 6 koeffitsient qo'yamiz. Endi kaliy 6 ta o'tib ketdi. Mana bu yerga 3 qo'ysak bo'ladi. Alyuminiy 10 ta, mana bu joyga 5 qo'yamiz. Oltin gugutlarga navbat keldi. Bu yerda oltin gugutimiz 15 ta, bu yerda 3 ta, bu yerda 6 ta. 15 ga 3 qo'shsak 18, oltin qo'shsak 24. Mana bu yerga 24 qo'yish kerak. 24. Endi vodorodga navbat. Vodorodimiz bu yerda 48 ta, bu tarafda 48 bo'lish uchun bu yerga 24 qo'yish kerak. Menimcha reaksiya teng, kislorodlar sanab qo'ysak bo'ldi. Demak, bu yerda kislorodlarimiz 6 ga 24 qo'shsa 30, 30 ga 4, 120 ta. Bu 120 ta bo'layotgan bo'lsa, bu tarafda endi 4 kere 15 bo'lyapti bu yerda. 15 ga 24, 4 bo'ldi 24. Hop, demak bu tarafda ham 120 ta ekan. Endi 53,4 gram alyuminiy bromidni kislotali sharoitda oksidlash uchun bundan qancha millilitr kerak degan kaliy bermaganda, demak buni miqdorini aniqlab olishimiz kerak. Miqdorini aniqlab olamiz. Alyuminiy bromidni massasi. Alyuminiyimiz 27, bronimiz 80. 80dan 3 tasi 240 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak 267. 267 ni 10 ga ko'paytirsangiz 2670 bo'ladi. Endi shuncha gramiga 6 mol kaliy permanganat ketyapti. 53,4 gramiga qancha ketadi deymiz miqdori. Endi buni e'tibor bersangiz bir-biriga o'xshash, ya'ni 267 ga mana 53,4 o'xshash. 2 ko'paytirib turib, ikkita xona surib qo'ygan degandek gap. 12 ko'paytirsak 12, ikkita xona surib qo'ysangiz 0,12 mol bo'ladi. Mana shu 0,2 molimiz 0,5 molarli eritmani necha millilitrda bo'ladi degan savol qo'yamiz. Hop. Yarim mol kaliy permanganat